Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bitta layfhak. 5 litrli suvga o'zim bitta mojito qildim, mojito. Bitta limon, bitta olma, bitta turibni katta bo'lak qilib soldim suv ichiga. Qarang. Solib qo'yasiz. Har chanqaganda mana shuni ichib tursangiz bormi? Va biram maza bo'lar ekan. Mazasi vashe zo'r. Slishkim zo'r, gap yo'q. Ichib turinglar manaqa suvlardan. Limon ichidagi yog'larni eritib yuboradi. Olma temir moddasi bor, energiya beradi. Turib bo'lsa, turib qayerinizda shamollagan bo'lsa, ichak hamma yog'ingizni shamollashlarni yo'qotadi. Mazasiga vashe gap. Ichishdan oldin bunday turib keyin ichsangiz mazasi shunaqa zo'r. Limon men ma'daman, turib men ma'daman, olma men ham borman deyapti mazasida-chi. Ana, pользуйтесь.